Biror marta qiziqib ko'rganmisiz, nima uchun yosh bolalar va poliglotlar o'nlab yangi tillarni bemalol o'rganishadi-yu, lekin sizga kelganda 10 ta til u yoqda tursin, bor yo'g'i bitta tilni o'rganish bu qadar qiyinchilik tug'diryapti. 1 yildan buyon o'rganayotgan bo'lsangiz ham deyarli natijani sezmayapsiz. Meni bir tojikistonlik do'stim bor. Moskvaga birinchi marta borganda rus tilini R harfini ham bilmasdi. Hazillashmayapman. Shu yigit 8-10 oyda rus tilini shunaqangi o'rgandiki, ko'rib kishi hayratda qoladi. 0 dan hech qanday repetitorlarsiz va hech qanday grammatikasiz, faqat eshitish va eshitgan narsasini til mantig'i orqali tushunib, vaziyatlarda qaytarish orqali. Umumiy hisobda 1 yil deylik, rus tilida grammatikani o'rganmasdan turib 1 yilda grammatik jihatdan to'g'ri va lug'at jihatdan boy gaplashishni o'rgandi. Yarim yillardan keyin yana telefonda gaplashdik. Bu safar men endi haqiqatda hayratda qoldim, chunki do'stimning tili, talaffuzi, gaplarning grammatik to'g'riligi va lug'at boyligi aql bovar qilmaydigan darajada o'sgandi. Qurilishda ishlaydigan bolada. Bu bitta misol. Yana bir oddiy misol. Meni o'zimda opam tojikchani umuman bilmasdi. Toki Samarqandda institutga o'qishga kirmagunicha. Nima deb o'ylaysiz? 1 yildan keyin nima bo'ldi? Bor yo'g'i 1 yil o'tib, tojik tili opam uchun xuddi o'zbek tilidan farq qilmay qoldi. Hozir esa bemalol tojik tilida bir necha shevada gaplasha oladi. Bu vaziyatda ham tojik tili hech qanday grammatikasiz yoki repetitorlarsiz bor yo'g'i 1 yil ichida o'rganildi. O'zi o'zbek bo'lib turib, har 1-sinfga endi borayotgan bolalar ham o'zbek, ham rus, ham ingliz tillarida bemalol gaplasha olishlarining sababi nimada? Poliglotlarning 5-6 ta emas, o'nlab tilni bilishlari yoki yangi davlatga borib, o'sha davlat tilini yoshi 40 ta bo'ladimi, 50 ta bo'ladimi, bor yo'g'i 1-2 yilda o'rganib olayotganlar yoki men o'zimda jiyanim, koreyalik jiyanim O'zbekistonga kelganda yoshi 4 ta edi. O'zbekchalab unga bir narsani tushuntirish juda ham qiyin edi bizga. Hozir esa yoshi 6 da. O'zbekchada shunday gapiradiki, ba'zida kerak bo'lsa bizga tushuntiradigan darajada bo'lib qoldi. Dunyo bo'ylab millionlab 1-2 sinf o'quvchilari bir necha tilda bemalol gaplasha oladi. Buning sababi nima? Maktabgacha grammatika o'rganganliklarimi? Menimcha, bu juda ham shubhali xulosa. Mana misol uchun siz grammatika orqali til o'rgangan nechta odam bilasiz? Yana qisqa vaqt ichida. Yana o'sha tilda bemalol gaplasha oladigan darajada. Va agar yana u 1-sinf o'quvchisi bo'lsa, siz mashhur til markazlarida shashka bilan ovora bo'lib yurgan bir paytda ular shaxmat o'ynab, o'z uylarida aniq tizim asosida birin-ketin o'nlab tillarni o'rganishyapti. Bularning barchasi bizni asosiy savolga olib keladi. Yuqorida sanab o'tilganlar hammani 5-nuqtasini kuydirib, bir emas, bir necha o'nlab tillarni bu qadar tez va oson o'rganishlarining siri nimada? Agar grammatika va an'anaviy metod orqali til o'rganib bo'lmasa, unda ular o'nlab tillarni pitirlatib qanday o'rganishyapti? Well, bugungi videoda siz aynan o'sha sirli deb o'ylanadigan, lekin burningizni tagida turgan siz ko'rmayotgan metodni va nega bu metod bir qarashda zaif tuyulgani bilan aslida miyada butun bir mukammal til mantig'ini mohirona qurib olishini ipidan ignasigacha to'liq tushuntirib beraman. Inshaalloh. Xonimlar va janoblar, bugun siz ingliz tilini atiga 3-5 oy ichida tez va samarali qilib qanday o'rganish mumkinligining ultimate kursiga keldingiz. Mana qarang, IELTS 6.5 bu akademik daraja emas, bu general daraja. Aynan shuning uchun ham siz 0 dan 3-5 oy ichida bu darajaga bemalol o'ynab kulib chiqishingiz mumkin. Va bugungi videoda men sizga bu narsani isbotlab ham beraman. Keyingi 20-25 minut ichida siz o'quv markazlarida 5 yil o'qib ham topolmaydigan amaliy bilimlarni va shu bilimlar asosida bosqichma-bosqich tilni o'rganish uchun aniq amaliy rejani ham qo'lga kiritasiz. Eng muhim grammatik mavzular, gapirish uchun mavzular va materiallar, kerakli lug'at, eshitish materiallari. Xullas, bugungi rolik siz shu paytgacha til o'rganish uchun ko'rgan eng foydali va noyob rolik bo'ladi. So, ladies and gentlemen, welcome aboard. Albatta bugun biz mavzuga kengroq yondashamiz va miyamizning til o'rganish tabiatiga chuqurroq sho'ng'iymiz va har qanday til aslida qanday o'rganilishini amaliy va hayotiy tajriba asosida bilib olamiz. Agar e'tibor berib eshitgan bo'lsangiz, video boshida men allaqachon o'sha kuchli metodni kuchini ham chiqarib oldim. Lekin sizga yechimni berishdan oldin nimaga o'quvchilarning 99% bir necha yil va millionlab pul sarflagandan keyin ham ingliz tilida ikkita gapni bir-biriga qo'shib gapira olmasligini asl sabablarini keng va chuqur o'rganib chiqishimiz shart. Va sabab number 1 grammatika quli. Faqat grammatikaga tayanish. Til o'rganish uchun bir tenga qimmat bo'lgan, gapirishga-ku umuman yordam bermaydigan
grammatika. Miya uchun o'zi aslida juda oson bo'lgan gapirish ko'nikmasi grammatik strukturalar va zerikarli qoidalar bilan shunchalar qiyinlashtirib yuboriladiki, ko'zda olov bilan o'rganaman degan o'quvchini ham olovni o'chirib qo'yadi. Noto'g'ri tushunmang, grammatika ham kerak, lekin til o'rganishda u bor yo'g'i 20% ni tashkil qiladi va hattoki o'sha 20% ham gap ichida, til mantig'i orqali o'rganilishi shart. Qolgan 80% bu amaliyot. Shuning uchun ham grammatika unchalik katta ahamiyatga ega emas. U sizni shunchaki til o'rganishdan bezdirishi mumkin xolos. Strukturalar qiyin, qoidalar zerikarli va tushunarsiz. Xullas, faqatgina grammatika orqali o'rganish umuman natijasiz va haqiqiy bosh og'rig'i. Mana oddiy hayotiy misol. An'anaviy usul bilan grammatika orqali til o'rganishga 5-6 oy vaqt sarfladingiz deylik. Lekin siz o'sha grammatikani har xil vaziyatlarda ishlatishni o'rganganingiz yo'q. Siz qoidani bilasiz, lekin dorixonaga kirganda sizga nima kerakligini tushuntirib bera olmaysiz. Kerakli qoida va mos lug'at esingizga kelmaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik B2 darajadaman deydi-yu, ikkita gap gapirsangiz javob bera olmay qotib qoladi. Va bu holat 90% o'quvchilarda shunday. Katta ehtimol bilan sizda ham. Aynan shu sababdan ham har qanday til grammatik qoidada emas, aniq holat va vaziyatlar ichida. Qaysi vaziyatda nima deyish kerak, qanday gap gapirish kerak, ya'ni eshitish va eshitgan narsani til mantig'i orqali qaytarish bilan o'rganiladi. Lekin ingliz tiliga kelganda siz nimagadir aynan zerikarli, bir qarashda tushunishga qiyin va bugun emas, qachonlardir kelajakda ishlatishingiz mumkin bo'lgan grammatik strukturalarni o'rganishdan boshlashingiz kerak deb aytishadi. Nimaga? Shunday ekan, ingliz tilini o'rganishda birinchi navbatda til sizga nima uchun kerakligini va aynan qanday vaziyatlarda ingliz tilini ishlatishingizni aniqlab oling. Til siz uchun qaysi vaziyatda qanday vazifani bajarish kerak? Aynan bugun, aynan hozir yoki juda yaqin va aniq kelajakda. Ya'ni sizni ingliz tilidan maqsadingiz nima? Shundan kelib chiqib, miyangizni keraksiz lug'at va grammatika bilan pala-parcha bulg'ab to'ldirmasdan, birinchi darsdan bugunoq ishlatiladigan tematik gaplarni yodlab o'rganishni va listening qilishni boshlaysiz. Chunki qaytaraman, sizga zerikarli grammatik qoidalar emas, balki shu kecha kunduzda ishlatiladigan muammoingizga yechim bo'ladigan til kerak. Maqsad tilda o'rganish, to'g'rimi? Til esa amaliyotda o'rganiladi. Grammatik qoidalar sizga tilda o'rgatmaydi. Ularni to ishlatishni o'rganib, foydalanishni boshlayman deganingizcha, siz bir necha hafta vaqt, kuch, xohish va pulni boshiga yetasiz. Alamlisi, deyarli hech qanday natijasiz. Oxirini o'rganaman deguningizcha, boshingizdan chiqib ketadi. Yana boshidan boshlaysiz. Tugataman deguncha yana boshingizdan chiqadi. Xullas, bu closed loop. Shuning uchun ham grammatikasiz til o'rganib bo'lmaydi degan fikrni miyangizdan umuman chiqarib tashlang. Aks holda, u uchun 5 oy ichida olishingiz mumkin bo'lgan kamida 6 IELTS bilan kamida 1-2 yilga xayrlashsangiz ham bo'laveradi. Qolaversa, xotiramizning imkoniyati ham cheklangan, uni shunchaki keraksiz va ishlatilmaydigan ma'lumotlar bilan to'ldirish uni charchatadi. Bizga esa charchagan miyani keragi yo'q. Ana endi ikkinchi sababga o'tamiz. Noto'g'ri tizim. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar. Ish quroling buzuq bo'lsa, mashaqqating o'shanga yarasha bo'ladi. Tilni qanday o'rganishni ko'zingizni katta-katta ochib, atrofdagi bir necha tilda bemalol gaplasha oladigan odamlarni kuzatishdan va ular foydalanayotgan metodlarni o'rganishdan boshlashingiz kerak. Metod noto'g'ri va notabiiy bo'lsa, o'rganish qiyinlashadi. Bu yana o'sha grammatikaga asoslangan buzg'unchi an'anaviy o'rganish metodiga kesatmaydi. Qarang, tushunishingiz kerak bo'lgan bir narsa bor. Miyamiz har qanday tilni yoki ko'nikmani faqat va faqat bajarish orqali tez va oson o'rganadi. Ya'ni biz tillarni kitobdan o'rgana olmaymiz, aksincha tilni eshitish va qaytarish orqali o'rganamiz. Xullas, bitta gap bilan aytganda, tilni ishlatish orqali o'rganamiz. Velosiped haydamasangiz, uni sizga qanday haydashni 6 oy nazariy bilimini bersa ham, agar haydamasangiz, o'rgana olmaysiz. Chunki muvozanatni pedalni aylantirib rulni boshqargan holda qanday qilib ushlab turishni nazariy jihatdan miyangiz bilgani bilan, amaliy jihatdan tanangiz bu narsadan bexabar. Va til ham ongli ravishda bajariladigan ish emas. U ong ostida faoliyat yuritadi. Va bu mavzuga biz hali yana qaytamiz. Shuning uchun esda saqlaymiz. Har qanday til aniq, konkret vaziyatlar ichida o'rganiladi. Til mantig'ining keragi ham aynan shunda. Hech qanday grammatik qoidalarsiz strukturalarni inglizlar gapirganda ularni eshitib anglash, so'zlarni yodlamay ularni ma'nolarini kontekstdan tushunib olish, mana shular til mantig'ining vazifalari. Misol uchun ingliz tilida video ko'ryapsiz.
va siz ma'nosini tushungan, lekin o'zbek tilida umuman boshqacha aytiladigan gapni eshityapsiz. Sizni mantig'ingiz nima deydi? Ha, inglizlar bu gapni shunday aytishar ekanda deydi. Yoki, bu so'z bunday ma'noda ham ishlatilar ekanda. Yoki, bu holatda mana shu gapni aytish kerak ekanda va hokazo. Hammasi ajoyib, lekin tilni eshitib o'rganish uchun biz Amerikada yashamaymiz-ku degan bahonalaringiz ham o'tmaydi. Biz 21-asrda yashayapmiz. Biz internet orqali Amerikani o'zimizga olib kelishimiz mumkin. Qolaversa bizda sun'iy intellekt degan narsa ham bor. To'g'rimi? Shunday ekan, ortiqcha bahona eshakka yuk. Biz esa keyingi sababga o'tamiz. 3-sabab. To'g'ri kelgan materialni pala-partish o'rganib ketish. Ya'ni nimani, qanday o'rganishni bilmaslik. Agar tilni o'rganishni darajangizga mos eshitish, o'qish, yozish, gapirish va lug'at materiallaridan boshlamasangiz, miyangiz kontekstdan ajralgan chala ma'lumot bilan to'ladi. Tartib va tizim bo'lmagan joyda o'sish ham bo'lmaydi. Kasha malasha bo'lib aralashib ketgan bilimdan siz foydalana olmaysiz ham. Chunki ma'lumotni, ayniqsa lug'atni bir tog'dan bir bog'dan qilib o'rganasiz. Shunday ekan, o'rganadigan ma'lumotingizga yaxshilab e'tibor bering. U sizni darajangizga mos keladimi yoki yo'q. Ana endi navbat 4-sababga ham yetib keldi. Va bu siz. Aniqroq qilib aytganda, hozirgi avlodning so'ligan mevaga o'xshab qolgan. Miyalari video o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlarning kuchli algoritmlaridan shunchalik zaiflashib, kuchsizlashib qolgan, intizomsiz, maqsadsiz, sabrsiz dopamin qullari. Xafa bo'lish bo'lmasin, haqiqat achchiq bo'ladi. Sizga dushmanligim yo'q, do'st bo'lganligim uchun aniq betingizga aytyapman. Va nihoyat 5-sababga ham yetib keldik. Va bu til markazlari. Ochiqni aytganda, bu ro'yxat ularsiz xafa bo'lib qolgan bo'lardi. Istisnolar bor albatta, lekin aksariyat til markazlari sizni 3 oy ichida ingliz tilini o'rganishingizni xohlamaydi. Chunki agar siz 3 oyda o'rganib qo'yadigan bo'lsangiz, ular 3 yillik to'lovdan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham bu biznes model ularga unchalik ham to'g'ri kelmaydi. Va bularning hammasiga aynan an'anaviy o'qitish tizimi aybdor. Bu tizim sizga nima berdi? Yo'qotilgan yillar, gapira olmaslik, grammatikani bilgan bilan baribir ishlata olmaslik va endi 3-5 oy ichida 6,5 miles darajaga chiqishni men umuman aytmasam ham bo'ladi, chunki bu narsa an'anaviy tizim uchun ushalmas orzu. Yana bir narsani yaxshilab tushunib oling. Til bu nazariy emas, amaliy ko'nikma. U eshitish va takrorlash orqali o'rganiladi. Shunday ekan, yuqoridagi sabablarni yo'q qilsangiz, ingliz tilini 3-5 oy ichida suvday ichib olasiz va o'sha minimum 6 IELTS darajaga ham oson chiqib olasiz. Mana endi til o'zi qanday o'rganilishini to'liq ko'rib chiqamiz. Va nega ko'pchilik aynan shu yerda qoqilishni ham yaxshiroq tushunib olamiz. Speakingni yaxshilash va til darajasini ko'tarib borish bu qanaqadir tips and hacks yoki strategiyalar orqali emas, balki bu har bir darajada qolib ketayotgan grammatik mavzular, lug'at, yozish, eshitish va gapirish uchun tematik mavzular mana shu bo'shliqlarni to'ldirib borish orqali rivojlantiriladi. Ya'ni siz A1, A2 darajada B1, B2 bilimini olmaysiz. Shuning uchun ham A1, A2 qoldirib ketgan bo'shliqlarni B1, B2 darajaga chiqqanda to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Speaking ko'nikmasi ham aynan mana shunday oson va amaliy tarzda rivojlantiriladi. Boshqa yo'l yo'q. Ya'ni bu yerda tips and hacks yoki qandaydir strategiyalar bo'lishi mumkin emas, bu matematika emas, uni formula bilan qilish uchun. Bu shunchaki speaking. Demak, uni faqat gapirish orqali rivojlantirish mumkin. Speakingda B2 darajaga ko'tarilib, oyoqda qat'iy turishni o'rganganingizdan keyin C1 darajaga ko'tarilish deyarli qiyinchiliksiz va juda tabiiy kechadi. Xuddi shunday C1 darajada yaxshilab o'rganib olganingizdan keyin C2 darajaga ko'tarilish siz uchun shuncha oson va tabiiy kechadi. Chunki allaqachon A1, A2 va B1, B2 darajalarida bemalol fikrlay olasiz va tabiiy ravishda sayraysiz ham. Bu esa sizga bir balo bo'lib ko'ringan C1, C2 darajalarini shundoqqina siz qurgan fundament A1, A2 va devor B1, B2 ustiga osongina tom qilib yopishingizni imkonini beradi. Fundamentsiz va devorsiz uyni tomni qurib bo'lmaydi. Buni o'zingiz ham yaxshi tushunasiz. Qadam-ba-qadam tizim asosida darajaga mos materiallarni o'rganib borish orqali bo'shliqlarni to'ldirib ketish bilan siz har bir daraja uchun gapirishni qaytadan o'rganmaysiz. Bu speaking strategiyalar sizga o'rgatadigan narsa. Aksincha, har bir yangi darajada bo'shliqlarni to'ldirish orqali siz grammatik strukturani chuqurroq o'rganish bo'ladimi, qiyinroq lug'atlarni o'rganish bo'ladimi yoki ko'proq formal va akademik darajaga ko'tarilish bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Asli gapirish ko'nikmani o'zini mukammal tarzda rivojlantirib boraverasiz.
qadam ba qadam rejaga muvofiq. Ya'ni hech qanday super duper IELTS strategy to boost your speakinglarsiz siz bemalol haqiqiy, tabiiy C1, C2 darajaga yengil ko'tarilasiz. Qolaversa bitta narsani yaxshilab tushunib oling. IELTS 6,5 balgacha bu akademik daraja emas, bu general daraja. Ya'ni IELTS 6,5 bu bizning kundalik hayotimiz. Ish, uy, o'qish, mehnat, savdo sotiq, doktor ko'rigidan o'tish, o'qishga hujjat topshirish va hokazo. Aynan shuning uchun ham 3-5 oy ichida to'g'ri metod bilan 0 dan 6+ darajaga chiqish juda oson. Lekin bu narsani an'anaviy o'qitish tizimi juda ham qiyinlashtirib yuboradi. Okey, lekin hech nimani bilmasak nimani gapiramiz demasingizdan oldin sizga aytay. Bilish uchun yodlash kerak. Shunday ekan gap yodlaysiz. To'g'ri kelgan gap emas albatta. Kerakli va kundalik vaziyatlarda uchraydigan mavzulardagi gaplarni. Misol uchun qaysi biri osonroq? Birdaniga siz bugunoq ishlatishingizga to'g'ri keladigan tosh matniga qanaqa borsa bo'ladi degan gapni yodlab so'rashingizmi yoki bir necha oylar mobaynida gap strukturalarini o'rganib, qanchadir lug'at yodlab, keyin gap tuzishni o'rganib, shundan keyin katta ehtimol bilan notabiiy gapirib so'rashmi? Siz kerakli struktura bilan mos lug'atni miyangizdan topib, gapni qo'shib gapiraman deguningizcha sizga tosh matni kerak ham bo'lmay qolishi mumkin. Shunchaki tayyor gapni yodlab muloqot qilsangiz, til mantig'ingizning kuzatishi va solishtirish orqali siz qaysi struktura bu vaziyatda qaysi lug'at bilan to'g'ri ishlatilishini ham o'rganib olasiz. Hech qanday grammatikasiz. Bizning ota-bobolarimiz asrlar mobaynida tilni aynan shunday o'rganib kelishgan. Misol uchun hozir bir savol bersam va siz unga javob bersangiz. How are you? Birdaniga o'ylanmasdan javob berdingizmi yoki birinchi gapning strukturasini eslab, undan keyin gap tuzib, keyin javob berdingizmi? Menimcha avtomatik tarzda javob berdingiz. Xuddi shunday make, do, go, help, let, work, break, be va hokazo fe'llar ham. Bu so'zlarning tarjimalarini eslasangiz shart emas. To'g'rimi? Xuddiki o'zbek tilida bor ket desam, siz ketishni tushunganingizdek. Ikkita bir xil vaziyat, siz ikkalasida ham o'ylanmasdan javob beryapsiz. Bunga sabab bitta. Siz how are you ni ham go, help, breaklarni ham 1000 martalab eshitgansiz va gapirgansiz. Men 100% garantiya beraman, siz how are you ni strukturasini o'rganishdan oldin gapni o'zini yodlagansiz. Va hozir ko'p eshitib, ko'p takrorlash natijasida bu gap va so'zlar siz uchun xuddi o'zbek tilidek o'ylanmasdan javob beradigan darajada bo'lib qolgan. Siz o'ylaysiz o'zbek tilidagi gaplarning strukturalarini o'rganib gapirishni boshlaganmisiz? Albatta yo'q. Siz o'zbek tilida poliglotlar va 2-3 tilda erkin muloqot qila oladigan birinchi sinf o'quvchilari ham bir necha tilda gapirishni aynan birinchi navbatda tovushlarni, keyin alohida so'zlarni, undan keyin so'zlarni aniq vaziyatlardagi gaplar ichida tabiiy ishlatilishini va shundan keyingina to'liq gaplarni yodlab o'rganish va ularni qaytarish orqali yangi tilda gapirishni o'rgangansiz. Va ular ham xuddi shunday o'rganishgan. Nima deganim tushundingizmi? Sizdan sir tutilayotgan samarali texnika mana shu. Aniq vaziyatlar uchun mos gaplarni yodlash va eshitib gapirib yurish. Bu metod umuman ish bermaydi. 10 yil o'rganamizmi bitta tilda deyishingizdan oldin bir ikkita savol bersam. Ingliz tilini qanchadan buyon o'rganyapsiz? Hozirgi darajangizga mos ravishda gapira olasizmi? Eshitgan narsangizni to'liq tushunasizmi? Writing bilan reading skilllar qanday ahvolda? Va eng muhimi, qanchadan buyon tilni o'rganyapsiz? 5 oy, 1 yil? Siz allaqachon 6+ olishingiz kerak edi, lekin nimagadir 6 oyda 6+ olish videosini ko'rib o'tiribsiz. Ingliz tilida fikrlashni-ku men endi umuman aytmasam ham bo'ladi. Bu metod orqali tilni sizga ota-onangiz ham o'rgatishi mumkin. Misol uchun tasavvur qiling, ota-onangiz Amerikada ishlaydi. Tilni yaxshi o'rganishgan. Endi sizni ham olib ketishdi. Ular bilan birga o'tirib, ulardan mana shunday vaziyatlarda mana shu gaplar qanday aytiladi deb so'rasangiz, ular sizga gapni o'zini, talaffuzini va tarjimasini ham aytib berishadi. Siz yozib olasiz, yodlaysiz va gapirib yurasiz. Bir oydan keyin siz kuniga nechta gap yodlashingizga qarab ingliz tilida bemalol gapirishni boshlagan bo'lasiz. Bir oy grammatika orqali ingliz tilini o'rganishga harakat qilganingiz bilan bir oy ichida ingliz tilini har kuni eshitib, gap yodlab, har kuni gapirib yurganingiz o'rtasida yer bilan osmonchalik farq bor. Ana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Qaysi biri osonroq va tezroq natijaga olib keladi? Qaysi biri sizga ingliz tilida ertaroq fikrlashga yordam beradi?
chang bosib yotgan grammatik qoidalarmi yoki aniq vaziyatlarda ishlatiladigan aniq shu kecha kunduzdagi gaplarmi? Mana yana bitta misol. Siz bir oydan keyin doktor ko'rigidan o'tishingiz kerak. Misol uchun Amerikada. Lekin ingliz tilini umuman bilmaysiz. Bir oy ichida ingliz tilini o'rganishingiz kerak bo'lyapti. Albatta eshitib tushunishni bir oyda kuchli qilib bo'lmaydi, lekin gapirishni bemalol. Siz nima qilasiz? Borib grammatikani o'rganasizmi? Albatta yo'q. Siz o'sha shifoxonada ishlatiladigan og'riyapti, qachondan beri allergiyam bor va hokazo so'zlarni va gaplarni o'rganasiz. Va shularni eshitib qulog'ingizni o'rgatib borasiz. Bir oy har kuni 5 tadan gap yodlasangiz, 30 kunda 150 ta gap yodlaysiz degani. O'sha 150 tadan 50 tasi shifoxonadan tashqarida ishlatiladigan kundalik oddiy gaplar bo'lganda ham siz boshqa o'quvchilar til markazlarida 1 yil o'qib ham erisha olmaydigan natijaga bor yo'g'i 1 oyda erishasiz. O'nlab tilda gaplasha oladigan poliglotlarning metodini, ya'ni har qanday odam tilni tabiiy o'rganish metodini qo'llab, haftasiga hech bo'lmaganda 35 tadan gap yodlasangiz, kuniga 5 tadan gapda, siz birinchi haftadanoq ingliz tilida gapirishni boshlaysiz. Kamida birinchi oyning so'ngiga borib, grammatik strukturalarni har kuni gapirib yuradigan gaplaringiz orqali tabiiy tarzda tushunishni va eng muhimi ingliz tilida fikrlashni boshlaysiz. Birinchi oydan boshlab. 3-4 oyga kelib sizni miyangiz ingliz tilida bemalol fikrlashni o'rganib bo'ladi. Chunki bu davrga kelib siz 500 taga yaqin aniq vaziyatlar uchun gaplar, minglab kontekstda o'rganilgan lug'at va minimum 500-600 soatlab darajangizga mos ingliz tilini eshitib kelgansiz. Ko'rib turganingizdek, bu metod orqali qisqa muddat ichida ingliz tilida gapira olmaslikda ham, fikrlay olmaslikda ham, eshitgan yoki o'qigan narsangizni to'liq tushuna olmaslikda ham shunchaki iloji yo'q. Qolaversa speaking bilan listeningni zo'r qilsangiz, reading bilan writing avtomatik tarzda o'zi rivojlanib boraveradi. Birinchi eshitib gapirishni o'rganganmisiz yoki yozib o'qishni? Matada tushuningiz deb o'ylayman. Do you understand how millions of people around the world who are younger than you, dumber than you, less capable than you are learning 1 to 10 languages just by using this insanely powerful yet simple technique, getting high-level language certifications in just a matter of a few months? If these people use it to learn several foreign languages, then who are you with years of wasted time in language centers to think that this method doesn't work? Ingliz tilida fikrlar siz o'ylaganday B2 C1 darajasida boshlanadigan jarayon emas. Siz A1 ning oxirlari A2 darajasida yo'q, shu darajaga mos ravishda ingliz tilida fikrlashni boshlashingiz shart. Gaplarni miyada tarjima qilmasdan birdaniga xuddi o'zbek tilida gapirgandek gapirishni o'rganishingiz aynan A2 darajasida boshlanadi. Bu fakt. Ko'pchilik 5.5 IELTS olib turib ham darajasiga mos ravishda gapira olmaydi. Nimaga? Sabab ingliz tilida darajasiga mos ravishda fikrlay olmaslik. Fikrlashni o'rganish esa yodlangan grammatik qoidalardan kelmaydi. Aksincha, eshitish va yodlab gapirilgan gaplardan, ya'ni amaliyotdan keladi. Qancha erta eshitib gapirishni boshlasangiz, shuncha erta fikrlashni boshlaysiz. Qancha erta fikrlashni boshlasangiz, shuncha tez va ravon gapirishni boshlaysiz. Ko'rib turganingizdek, bular bir-biriga juda ham bog'liq. Ya'ni bor tovog'im, kel tovog'im. Boya aytganimdek, til bu ongimizdagi jarayon emas, u ong ostimizdagi jarayon. Ongimizda bir kunda 50 mingga yaqin fikr aylanadi. Uncha fikrni tahlil qilishga miyamizning shunchaki kuchi yetmaydi. Aynan shu narsa tilni ong ostida faoliyat yuritishga majbur qiladi. Va aynan shu sabab biz tilda erkin muloqot qila olamiz. Uni grammatikasini to'g'ri, noto'g'riligini o'ylash miyamizga shunchaki ortiqcha yo'q. Bir gap bilan aytganda, til avtomatik odatga aylantirilgan. Tabiiy ravishda o'sha tilda fikrlasham. Aynan shu sabab ingliz tilida qancha ko'p gapirsak, shuncha tez bu tilda fikrlashni boshlaymiz. Qancha erta fikrlashni boshlasak, tilni madaniyatiga sho'ng'iymiz va shuncha tez va oson bu tilni o'rganamiz. Va esingizda tutingki, bularning birortasi olma pesh og'zimga tush tamoyili asosida ishlamaydi. Mehnat qilasiz va mehnatingizning mahsulini ham olasiz. Mehnatingiz mahsuli sizni xudo xohlasa ancha quvontiradi ham. Demak endi keyingi 7 hafta mobaynida o'rganishingiz kerak bo'lgan materiallarni ketma-ket tartibga solib, haftama-hafta aynan nimalarni o'rganishingizni to'liq va tayyor dasturni ko'rib chiqamiz. Boshlang'ich 7 hafta mobaynida siz har hafta bittadan yangi grammatik mavzu va yangi tematik mavzu o'rganib boraverasiz. Demak, birinchi haftaning grammatik mavzusi bu to be. 3 ta zamonda: o'tgan, hozirgi va kelasi zamonlarda. Tubilarni ishlatishni o'rganish orqali siz kimligingizni, qayerda ekanligingizni va qay holda ekanligingizni tushuntirib berishni o'rganasiz. Birinchi haftaning tematik mavzusi bu salomlashish va kundalik hayot.
Xuddi mana shu mavzuda listening materiallarini ham topib eshitishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi haftadan boshlab siz present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamonni o'rganasiz. Ya'ni odatlar, kundalik ishlar, doimiy harakatlar va jadval asosida ishlaydigan hamma narsani gapirishni o'rganasiz. Va tematik mavzungiz uy va kun mobaynida qiladigan ishlaringiz bo'ladi. Xuddi mana shu mavzu doirasida listening materiallarini ham YouTube dan topib yo internetdan topib eshitishingiz kerak bo'ladi. Hafta mobaynida. 3-hafta uchun grammatik mavzumiz past simple tense, ya'ni o'tgan oddiy zamon bo'ladi. Bu zamonda siz hozirga aloqador bo'lmagan, o'tmishda ketma-ket sodir bo'lgan harakatlarni aniq vaqti bilan, misol uchun kecha, o'tgan hafta, o'tgan yili sodir bo'lgan ish harakatlarni ifodalashni o'rganasiz. 3-haftaning tematik mavzusi bu ovqatlanish va xaridlar va xuddi shunday listening materiallarini ham aynan mana shu tematik mavzu doirasida topib eshitishingiz kerak bo'ladi hafta mobaynida. 4-haftamizning grammatik mavzusi bu future simple tense, ya'ni kelasi oddiy zamon. Bu zamon hozirgina qabul qilingan qarorlar uchun ishlatiladi. Va'da berish uchun, taklif qilish uchun yoki bashorat qilishda ishlatiladi. Tematik mavzumiz uy va uyga aloqador hamma narsa va o'sha uyni yaroqli holatda saqlash. Va shu mavzu doirasida listening qilish. Ana endi 5-haftaning grammatik mavzusi bu be going to, ya'ni niyatni amalga oshirmoq, moqchi bo'lmoq. 5-haftada o'rganiladigan tematik mavzumiz sartaroshxonada va aynan mana shu mavzu doirasida listening materiallarini ham topib eshitamiz. 6-haftada biz ergash gapli qo'shma gaplarni o'rganamiz, ya'ni agar yoki qachonki so'zlari bilan yasaladigan gaplarni. Tematik mavzumiz shifoxona, tibbiyot, dorixonada. Xuddi shunday listening materiallarni ham mana shu mavzular doirasida topamiz va eshitamiz. 7 va oxirgi bo'lmagan haftamizda present continuous, ya'ni hozirgi davomiy zamonni o'rganamiz. Tabiiy ravishda bu zamon aynan hozir davom etayotgan ish harakatlarini ifodalashda ham, yaqin kelajakda sodir bo'ladigan ish harakatni ifodalashda ham yoki vaqtinchalik holat va hozirgi trendlarni ifodalashda ham ishlatiladi. Tematik mavzumiz ish va kasb va biznes yuritish. Xuddi mana shu tematik mavzu doirasida biz listening materiallarini ham topib eshitishimiz kerak bo'ladi bir hafta mobaynida. Bu mavzular ro'yxati shu bilan tugab qolmaydi albatta. Maktabda, davlat idoralarida, o'qishda, taksi tutib Toshmatni uyiga olib borib qo'ying deb so'rash, xullas IELTS 6.5 uchun yana shular kabi bir dunyo tematik mavzular va qo'shimcha 9 ta eng saralangan grammatik mavzular ham mavjud. Boya aytganimdek, IELTS 6.5 bu akademik daraja emas. Bu general daraja. Ingliz tilida fikrlash bu o'quvchilar hattoki 2 yil o'qib ham rivojlantira olmaydigan eng noyob va shu sababdan juda ham qimmatli ko'nikma. Aynan shuning uchun ham sizga oddiy tuyulgan bu mavzular aslida listening, speaking, reading va writinglardan iborat butun bir til ko'nikmangizni ko'tarib turadigan mustahkam fundament hisoblanadi. Bu mavzularda bemalol gaplasha olasiz degani, siz ingliz tilini deyarli 70% ga o'zlashtirdingiz degani. Chunki qolgan 30% bu asosan akademik ingliz tili va u 7 balldan yuqori daraja uchun belgilanadi. Va paradoks shundaki, bu oddiy mavzularni bilmay turib siz akademik ingliz tilini hech qachon o'rgana olmaysiz. Oddiy narsalarni bilmasdan murakkab narsaga o'tib bo'lmaydi. Chunki birinchidan siz kundalik vaziyatlarni boshqarishni bilmaysiz. Ikkinchidan, aynan shu sabab sizda fluency, ya'ni umumiy ingliz tilida tutilmasdan erkin fikrlab gapirish ko'nikmasi yo'q. Shuning uchun ham general ingliz tilisiz akademik darajaga ko'tarilaman deb umuman orzu ham qilib o'tirmang. Toshmatning uyi qayerdaligini avtomatik tarzda so'ralmaydigan odam fotosintez jarayonini ingliz tilida tushuntirib bera olishni iloji yo'q. Ana endi bir tasavvur qiling. Siz oddiy kundalik mavzularda ingliz tilida o'ylanmasdan gapiryapsiz. Har kuni ish, uy, o'qishdagi vazifalar to'liq bajarilyapti. Muammolar hal qilinyapti va hammasi ingliz tilida. Ya'ni tildan haqiqatdan foydalanyapsiz. Aynan shu narsa kun sayin sizni IELTS dan nafaqat 6+, balki overall 8+ darajasiga chiqishingiz mumkinligiga ishonchingizni qurib boraveradi. Ya'ni bir gap bilan aytganda 8+ bu shunchaki vaqt va amaliyot masalasi. Bizning miyamiz har qanday ko'nikmani, u mashina sozlash bo'ladimi, gitara chalish bo'ladimi yoki ingliz tilini o'rganish bo'ladimi, tabiiy va to'g'ri metod bilan aynan amaliyotda qisqa vaqt ichida mohirona o'rganish qobiliyatiga ega. Va bunda yoshning umuman chegarasi yo'q. Chunki til bu nazariy emas, amaliy ko'nikma. Amaliyotni har qanday yoshda qilsak bo'ladi. Albatta hech kim ingliz tili bilan bir umr sudralib yurishni xohlamaydi. Mehnat aniq deadline ga ega maqsad uchun qilinishi kerak. Til o'rganishni maqsad qildingizmi?
oxirigacha boring. Agar o'rganish qiyin va imkoniyati cheklangan o'quvchilar o'rganayotgan bo'lsa, sizda hech qanday bahona bo'lishi mumkin emas. Va buning uchun sizda barcha imkoniyatlar yetarli. Lekin albatta siz bu rejani til markazlaridan talab qila olmaysiz, chunki ular siz yillab to'laydigan millionlab puldan ayrilib qolishlari mumkin. Bu narsani aniq reja va tizimsiz mustaqil qilish ham oson ish emas. Qaysi mavzularda o'rganish kerak, qaysi tartibda o'rganish kerak, qaysi materiallar to'g'ri va ularni qayerdan topib o'rganish kerak. Noto'g'ri qilsangiz, yana oylar, balki yillar ham yo'qotishingiz mumkin. Aynan shu sabab men bu metodni siz uchun maxsus 25 haftalik aniq tizimga aylantirganman. Agar siz asab, pul va vaqtingizni qadrlaydigan inson bo'lsangiz, kursimizda 1 haftalik bepul namuna darsimizga yozilishingiz mumkin. Kursimizda siz oldindan tayyorlangan video darsliklar asosida ingliz tilini real, hayotiy vaziyatlarda o'rganasiz va eng muhimi ingliz tilida o'ylanmasdan gapirish darajasiga chiqasiz. Kursimiz orqali IELTS 6,5 yildan keyin emas, keyingi 3-5 oy ichida sizni qo'lingizda aniq turadigan sertifikatga aylanadi. Inshaalloh. Kurs ichida qiyin va zerikarli qoidalar oddiy va tushunarli qilib kundalik misollar bilan tushuntirilgan 16 ta eng muhim saralangan grammatik mavzular, 25 haftalik tematik mavzular, eng kerakli so'zlar, talaffuzi, tarjimasi va kundalik misollari bilan listening, reading va speaking materiallari va yana qo'shimcha muhim materiallarni tizimli ravishda o'rganib borasiz. Ya'ni IELTS 6,5 uchun kerak bo'lgan hamma narsa bitta joyda aniq reja va tizim asosida bo'ladi. Va eng muhimi, siz vaqtni materialni qidirishga emas, birdaniga ingliz tilini o'rganishga sarflaysiz. To'liq kurs narxi hozircha 799 ming so'm. May oyidan boshlab 1,2 million so'mga ko'tariladi. Menga qarang, keyingi 3-5 oy siz natija qilishingiz mumkin bo'lgan muddat. Savol shundaki, siz yana kutasizmi yoki keyingi 3-5 oy ichida natija qilasizmi? Albatta tanlov sizniki. Lekin agar boshlamoqchi bo'lsangiz, hozir ayni vaqti. Bu meni chin dildan sizga berishim mumkin bo'lgan maslahat. IELTS 6,5 ga havolani video ostida qoldiraman. So with that being said, umid qilaman bugungi rolik siz uchun foydali bo'ldi. Bir-birimizdan uzoqda bo'lsak-da, qalban birgamiz. Missiyamiz ham bir. Maqsad qo'ydingizmi? Oxirigacha boring. Aks holda imkoniyatlaringiz eshigi tarsillatib yopilib qolishi mumkin. Har qalay vaqt joyida turgani yo'q. Imkoniyatlar ham. Agar siz bo'lmasangiz, sizni o'rningizga boshqasi o'sha imkoniyatlardan foydalanadi va sizni teshik tog'ora bilan qoldirib ketishi mumkin. Shunday ekan, kursda ko'rishguncha. Take care. Ciao.